Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 29-iyun. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hurmatli obunachilar, prosmotrlarimiz zo'r, Xudoga shukr. Videolarimizni yoqsa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mutlaqo tekin like bossalaring albatta sizlarga emas, bizga sal videolarimiz tarqab manfaatli bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, obunachilarimiz soni kundan kunga qo'shilib boryapti. Allohga shukr, albatta sizlar bilan. Demak, boshladik. Hop, 5 ta 6 ta xunojin, bir 2 dona novvochcha. Hozir video obzorlarini qilib beramiz. 7 ishtilari Xudoga shukr sinovdan o'tdi. O'zimizning mesni mollar. 7 ishtida kamchiliklari yo'q. Hozir shularni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin, doim eslatib o'tamiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Sababi narxlarini ilojini boricha qo'ldan kelganicha yengilroq qilib qo'yib beryapmiz. Boshqa viloyatlarga dastlabki qilib bersak, farq qolishi mumkin, foydasi bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun qo'ldan kelganicha har doim aytyapmiz, narxni qo'ldan kelganicha pasaytirib, yo'lida qilib aytishga harakat qilyapmiz. Bu mollar bizga o'tgan hafta kelgan. Ko'prog'ida videolarimiz kuzatib borayotgan obunachilarimiz biladi. Biz bir hafta dam oldik, shuning uchun hozir yana bitta video qilyapmiz. Bular ichida sotilganlari bor, ular ketdi, bir 10 ta, bular 15 ta 16 ta edi. Hozir 6 tami qoldi. Hop, demak boshladik. Mana shu birinchida turgan shved xunojinimiz, bo'yi 1.10 sm, biri 5 ga olaveringlar. 7 ishtilari zo'r, yem yeb turgan variantida. Farqi oldi kelishgan. Narxi keladigan bo'lsa 13 million 200 ming so'm, hurmatli obunachilar. Dastlabki xizmatlari bilan. Kimdir qo'yyapti 14,5 15 qilib. Ular ham endi olinishiga qarab qo'yadi. Hech vaqt bu mollarning ustiga bir dunyo pul qo'yib qo'ymaydi. Bizga yengilroq kelgan uchun yengilroq qilib aytyapmiz. Hop. Mana busi bor, toza gibrid xunojin, shoxi chiqmagan, endi chiqadi. Bo'ylari 1.5 buni ham. 7 ishtilari zo'r, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Sigir qilib olaman degan odamga mana shu mollarni tavsiya qilamiz. Narxi keladigan bo'lsa, bunisi ham 13 million 200 ming so'm, ikkalasini ham 1.5 ga olishlari mumkin. Mana bu xunojinimiz mana 1.5 chiqadi bu ham. 1 plyusga olaverasizlar. Arqa oldi kelishgan, kamchiligi yo'q. Qonni pasayganini ko'rmasa ekan shu molda. Hali ko'kka tushmagan bular. Hamma somon tertiga yotibdi. Narxi keladigan bo'lsa 11 million 600 ming so'm. Hurmatli obunachilar, dastlabki xizmatlari o'z ichiga oladi vodiy bo'ylab. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bo'ylari 1.5 sm, narxi keladigan bo'lsa 11 million 800 ming so'm. 7 ishtilarda muammosi umuman yo'q. Xudo xolasa, olgan odam duo qilib boqsa bo'ldi bizga. Bo'ylari 1, mana bu qora xunojinimizni ko'rib turibsizlar. Bo'ylari 1 plus, hamma yo'g'i kelishgan, 7 ishtilari zo'r. Narxi keladigan bo'lsa 11 million 200 ming so'm. Aytilgan narxlarda hammasini qo'ldan kelganicha hayra sunnatiga azini hayrini qilib beramiz, lekin ko'p o'tib bera olmaymiz, azini o'tib beramiz xolos. Shuning uchun videolarni ko'rgandan keyin telefon qilmoqchi bo'lsalaring, ekran ostida nomerni yaqin bo'lsa masofasi tepasiga kelib olsalaring yana ham yaxshi. Sababi telefonda kattaroq ko'rinadi, lekin bo'yini biz to'shni aytyapmiz tasavvur qilishlaring uchun. Tepasiga kelib savdo olasalaring yana ham yaxshi bo'ladi, imkoniyat boricha. Tashqaridan novvochani ko'rsatamiz hozir. 95 sm dan. Hop, ikkala novvochamiz. 7 ishtilarda muammosi yo'q, zo'r. Toza shvetilar. Oq quloqdan baqaman deydi odamlar, tavsiya qilaman. Bu mana bu targ'il novvochi, mana bunisini bo'ldi. Shox hali chiqmagan, kelajagi bor, yaxshi narsa.
Hop, narxi keladigan bo'lsak 13.200.000 so'mdan narxini qilib beramiz. Dastlabkilari bilan hayriga sunnatiga o't beramiz. Narxi yengil, arzonida olaman degan odamga mana shu nojim tavsiya qilaman. 85 plus bo'ylari 9.400.000 so'm. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, arqoldi kelishgan ayb nuqsoni yo'q. 7 ishtida kamchiliklari yo'q. 9.400.000 so'mga uylaringga boradi, arqon nuqtalari bilan keyin pul so'raysizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomeriga aloqaga chiqishlaring mumkin. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Allohdan qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga, xonadonlaringga fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimiz so'ngida yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, poddeshkada bo'lib turasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.